Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xiaomi Redmi Note 15 va Note 14 smartfonlarini farqlarini, asosiy xususiyatlarini ko'rib o'tamiz. Qaysi birini olgan ma'qul? Hozir yaqinda Note 15 chiqdi. Ozgina pul qo'shib Note 15 olgan ma'qulmi yoki Note 14 arzonroq bo'lgani uchun tanlagan yaxshimi? O'shani bitta solishtirib chiqamiz. Bunda men Nano Review saytidan foydalanaman va o'zimning fikrlarim bilan ham ulashaman. Xo'p, 2025-yil 18-dekabrda Note 15 chiqdi. Ekran dyuйми 6.77 dyuйм. MediaTek Helio G100 Ultra da ishlaydi. Note 14 11 oy oldin chiqqan. 6.67 dyuйм. Demak, Note 15 ozgina dyuйми kattaroq ekan ekrani, lekin bu unaqa katta farq qilmaydi qo'lda olganda, chunki oynalari mana chetlari Note 15 da ozgina qayrilgan. Vodopad deydi, ozgina qayrilgan. Note 14 da tekis bo'lgan ekran, o'shanga Note 15 da ozgina kattaroq dyuйм beryapti. Atak unaqacha katta farqi bu yo'q. Anaqa ekran kattaligi bo'yicha. Xo'p, asosiy farqlari Note 15 tanlashi asosiy tanlash mumkin bo'lgan funksiyalari. Xo'p, Note 15 da suvdan zashtasi IP64 ekan, ya'ni kuchliroq ekan. Smartfon yengilroq va funksiya reversivniy zaryadka, ya'ni bu telefondan boshqa telefonni zaryadka qilsa bo'ladi. Note 14 tanlashimiz uchun sababli micro SD qo'ysa bo'lardi. Note 14 ya'ni kichkina fleshkani qo'ysa bo'lardi. Naushnik uchun 3.5 mm razion bor edi, lekin bu unaqa katta muammo emas. Hozir naushniklarni Type-C naushniklar ham chiqib ketgan, o'shanga bu narsa muammo emas. Infrakrasniy port bor edi Redmi Note 14 da. Redmi Note 15 da infrakrasniy portni olib tashlashdi. Bilmayman nimaga, lekin Xiaomi'ni asosiy o'zi boshqa konkurentlardan farq qiladigan jihatlaridan bittasi ham har bitta telefonida infraqizil portni qo'yardi-da. Bu infraqizil portda har xil texnikalar, konditsioner, televizor va shu kabilarni boshqarish mumkin edi. Demak, Note 15 ni olib tashlabdi buni. Xo'p, endi kuchliroq, endi chuqurroq qarab o'tamiz. Har bir jihatidan qaysi birini qanaqa bir-biridan kattaroq farqi bor. Xo'p, ketdik. Ekranlar bo'yicha ikkala ham AMOLED ekran, 677 ozgina kattaroq ekran Note 15 da, lekin bu unaqa katta farq qilmaydi. Xo'p, piksellarni razresheniyasi ozgina ko'proq ekan, 1080x2400 Redmi Note 14 da, lekin bu ham juda katta anaqa sezilarli narsa emas. Xo'p, plotnost piksellarning sig'imliligi 388 ga 395 Redmi Note 14 da kuchliroq. Yangilanish chastotasi 120 Hz kelavida ham. Xo'p, lekin displeyning zashtasi Redmi Note 14 da ozgina kuchliroq ekan. Corning Gorilla Glass 5 Note 15 da zakalonniy stiklo ekan. Baribir Gorilla Glass kuchliroq o'zi. Menimcha zakalonniy stiklo bo'lgani sababi ekran именно mana shu Note 15 ga cheta anaqa zakruglённый qilingan, o'shanga zakalonniy stiklo qo'yilgan bo'lsa kerak menimcha. Xo'p, Note 14 da Always On Display va DC dimming ham bor edi. Menimcha Note 15 da ham adashmasam bo'lish kerak bu narsalar, lekin aniqlashtirish kerak, lekin olib tashlamagan deb o'ylayman. Ham bilmadim, bunisini bu yerda yo'q deb yozyapti Note 15 da. Uni lekin tekshirib olish kerak. Always On Display funksiyasi bundoq qaraganda bo'lish kerak ekan. Xo'p, DC dimming ham yaxshi funksiya. Bu ko'zni charchab qolishini oldini oladi, ozgina bo'lsa ham yordam beradi charchab qolmasligiga. Ekran AMOLED displeyli
bitta shim bor-ku, shim anaqa, ya'ni yangilanish tezligi. O'shalar qanchalik sekin bo'lsa, ko'z shuncha tez charchaydi. Chunki AMOLED displeylar har bittasi organik piksel bo'lgani uchun yonib o'chib ishlaydi-da. Prosta ko'z buni sezmaydi. LCD shuni tezlashtiradi. Endi testirование displey Note 15 yo'q ekan. Ketdi. Umumiy demak displeylar bo'yicha juda katta farqi yo'q. Faqat ozgina kuchliroq Note 14 displeyi kuchliroq bo'lgan ekan. Qolgan bitta katta farqi ekranda shu zakruglonniy displey qo'yilgan. Ya'ni ikkita cheti aylana sifat tekis emasda. Aylana sifat bo'lgani uchun bitta shu katta o'zgarish bo'lgan Note 15 da. Note 14 da tekis displey qo'yilgan. Va chidamliligi Note 14 da kattaroq ekan, yaxshiroq ekan. Xo'p, keyingi xususiyat bu dizayn bo'yicha. Dizayn xo'p, shirinasi ozgina kichraygan Note 15 da. Ingichkaligi ham ingichkalashgan, ya'ni deyarli 1 santimetrga kichkinalashgan. Ingichkaligi, og'irligi bo'yicha Note 15 da yengilroq chiqqan ekan Note 14 ga qaraganda, lekin bu qo'lga olganda unaqa katta sezilmaydi va bitta kattaroq farqi suvdan chidamliligi IP54 dan IP64 ga ko'tarilgan ekan. Bunda ham farqi o'zi IP64 ham suvga batamom chidamli degani emas. Bu faqat o'tbetga suv tep qolsa yoki changdan himoyalaydi, lekin polni suvga tushib ketish, suvga bemalol tushirib ishlatish mumkin emas. Bunda ham hali shuning uchun bu ham juda katta farq deb hisoblamasak bo'ladi. Ikkalovi ham plastikdan qilinmoqda, ranglari keltirilgan. Skaner отпечаткasi ikkalovida ham displeyda bor. Xo'p, demak displeylar bo'yicha, dizaynlar bo'yicha umumiy ozgina yengilroq ekan Note 15, lekin bu janob bilinmaydi. Ozgina keyin yaxshiroq ekan suvdan senator bo'ladi, changdan va suv tomchilaridan chidamliligi. Xo'p, keyingi funksiya bu funksional производительность, ya'ni protsessor ishlash tezligi qanaqa. Xo'p, protsessor Note 14 da MediaTek Helio G99 Ultra qo'yilgan edi. Note 15 da G100 Ultra qo'yildi. 99 o'zi juda ham eski protsessor hisoblanadi. Juda ham ko'p telefonlarda mana shu ishlatilgan va bu ishonchli protsessor. Sinovdan o'tgan. G100 bundan yaxshiroq. Mana G100 sonidan ham ko'rib turibmiz, yaxshiroq. Endi buni nima ko'rsatadi? Albatta AnTuTu'dan o'tgan test ko'rsatadi. Mana benchmarklarga qaraydigan bo'lsak, Geekbench birinchisi, keyingisi mana AnTuTu'da Note 15 437 ball oldi, Note 14 429 ball oldi. Demak, Note 15 ozgina yaxshiroq, lekin bu juda unaqa katta farq emas baribir. Demak, protsessori deyarli bir-biridan katta farq qilmaydi. Tanlayotganda demak ishlash tezligi ikkalovida ham bir-biriga juda ham yaqin bo'ladi, shuni aytsak bo'ladi. Xo'p, 6 ta Cortex A55 protsessori va 2 ta Cortex A76 protsessori qo'yilgan. Ikkalovida ham deyarli bir xil bo'lgan uchun ozgina farq qiladi. Demak, ikkalovi ham deyarli bir xil protsessor, 6 nanometrli. Shuning uchun ikkalovini ham ishlash tezligi deyarli bir xil bo'ladi. Operativ pamyati bular ham bir xil 6 GB dan bo'ladi. Bu biz ko'rayotgan versiyada LPDDR4X ikkalovida qo'yilyapti. Pamyat tezligi, ya'ni tezkor ishlashi, tezkor xotirani tez ishlashi. Ikkilovi ham 128 GB. Mana bitta farqi, Note 15 da o'sha fleshga qo'yib bo'lmas ekan. Note 14 da fleshga qo'yib bo'lardi, lekin hozir ancha fleshga qo'yib bo'lmaslik muammo deb o'ylamayman. Chunki mana 128 GB, agar plyus ko'proq bo'lsa bemalol o'ziga moslab 256 GB ham olishingiz mumkin. Shuning uchun asosiy demak xotirasi bo'yicha ikkalovi ham deyarli bir xil. Bitta microSD agar fleshga
sizga qo'yish muhim bo'lsa, Note 14 tanlash kerak. Xo'p, dasturiy ta'minoti bo'yicha Android 14 da chiqqan, Redmi 14, Redmi 15, Android 15 da chiqqan. Albatta Note 15 1 yil yengilroq telefon bo'lgani uchun 1 yil ko'proq yangilanadi. Note 14 Android 14 da chiqqan bo'ladi. Yengilroq telefon, lekin bu dasturiy ta'minoti jihatdan eskiroq telefon 1 yil kamroq yangilanadi, yengilroq telefon 1 yil ko'proq. Bundan ham juda katta misol uchun bunga e'tibor qaratish kerak deb o'ylamayman. Batareyasi jihatdan ham o'zgarish bo'lgan. Demak, Note 14 da 5500 mAh ga batareyasi qo'yilgan bo'lsa, Note 15 da 6000 mAh, ya'ni 500 mAh ko'proq batareyaga ega, batareya hajmiga ega. Ikkalovi ham 33 vatli blok pitaniyasi mavjud. Xo'p, reversivniy, ya'ni telefondan boshqa telefonlarni ham zaryadga qilish funksiyasi bor Note 15 da. Xo'p, avtonomnost bo'yicha Tesla. Demak, batareyasi bo'yicha ozgina ko'proqga sig'imga ega Note 15 batareyasi. Ozgina shu jihatdan yaxshilangan ekan. Lekin ikkalovi ham 33 vatt. Blok pitaniyasi shunga Note 15 da demak batareyasi ko'proqga yetishi kerak. Kameralar bo'yicha ikkalovida ham 108 megapikselli kamera qo'yilgan, sifrovoy zoom. Xo'p, stabilizatsiya ikkalovida ham sifrovoy stabilizatsiya, ya'ni unaqa zo'r telefon qimirlayotganda zo'r ushlab bermaydi, kadr qimillab ketadi. Masalan, qimmat telefonlarga o'xshab optический stabilizatsiya emas, sifrovoy, ya'ni raqamli stabilizatsiya qo'yilgan. Bu raqamli degani aytishimiz mumkin, dastur programmani o'zi uni to'g'rilab beradi. Optический qo'yilgan bo'lganda bunda o'zi maxsus detallar bo'lish kerak edi kamerada. O'zi arzon telefonlarda shunaqa sifrovoy stabilizatsiya odatda qo'yiladi. Ikkalovida ham shunaqa. Obyektivlar 1.8 megapiksel bitta, chuqurli, ya'ni makro kamera. Note 14 da makro kamera bo'lgan ekan, 2 megapikselli va shirik, ya'ni keng kamera 2 megapiksel adashmasam deb yozyapti. Chuqurli degani endi qisqa qilib aytganda ikkita kamera Note 15 da, 3ta kamera Note 14 da, lekin makro kamera farq qiladi. Makro kamera kichkina narsani katta qilib ko'rish uchun ishlatiladi. Shuning uchun bu juda jiddiy narsa hisoblanmaydi, juda ham kerakli narsa emas u, lekin albatta olib tashlashmaganda yaxshi bo'lardi. Har holda unda ishlatib turilardi. Xo'p, основной obyektiv. Men adashmasam videolarda ko'rdim yo'q, lekin kameralar ikkalovida ham unaqa katta farq qilmasligi kerak. Oldi kamera 20 megapikselli ikkalovida ham. OmniVision sensor. Demak, oldi kamerasi Full HD 30 fps oladi. 30 fps bu degani baribir anaqa zo'r plavniy bo'lmaydi. Endi telefon ham juda qimmat telefon bo'lmagani uchun shunaqa Full HD 30 fps oladi. Mana oldi kamerasi 60 fps oladi. Mana Full HD 60 fps, 4K video yo'q. Xo'p, kameralar bo'yicha deyarli ikkalovi ham plus minus bir xil, faqat makro kamerasi Redmi Note 14 da bor edi. Note 15 da yo'q, bu yerdagi ma'lumotlarga qaraganda. Ikkalovida ham Wi-Fi 5-pokoleniya. Xo'p. OTGni men qaramagandim. Xo'p. DisplayPort. Boya aytganimizdek, tepada infraqizil porti Redmi Note 14 da bor. Note 15 da yo'q. Bu yaxshi emas, lekin nima deymiz? Note 15 da olib tashlashdi infraqizil portini.
umumiy qilib aytganda ikkaloni ham kommunikatsiya bo'yicha plus minus bir xil, unaqa katta o'zgarishlar bo'lmagan. Zvuki hop, ikkalovida ham stereo dinamiklar, ya'ni tepasidan va pastidan ovoz chiqadi. Audio jack bunda yo'q, ya'ni naushnigingizni Note 15 da tiqa olmaysiz, ya'ni unaqa joyi yo'q, naushnik tiqadigan joyi yo'q. Note 14 da bor edi, radiosi ikkalovida ham bor, lekin men bu naushnikni hozir Type C ligini ham olsa bo'ladi agar simli naushnikda eshitaman desangiz. Atak baribir ko'pchilikda hozir bespirovodnoy naushniklar bo'lgani uchun bu ham muammo bo'lmaydi. Ikkalovida ham stereo dinamik, shunga demak ovoz jihatdan ikkalovida ham o'sha deyarli bir xil. Bitta mana shu naushnik tiqadigan joyini olib tashalganini aytmaganda. Xo'p, qolgan funksiyalar bo'yicha demak shu asosiylar shular. Demak umumiy yana bir marta ikkalovini taqqoslaydigan bo'lsak, xo'p, demak Redmi Note 14 va Note 15 ikkalovini tanlayotganda dizayni jihatdan ikkalovida ham oynani ekrani kattaligi deyarli bir xil, faqat Note 15 da ikkita cheti, ekranning ikkita cheti qayrilgan holda bo'ladi. Bu oldingi Xiaomi adashmasam 12, 13larda mana shunaqa ekrani qayrilgan bo'lardi, ikkita cheti. O'sha dizaynda bo'lgan bu dizayn jihatdan. Note 14 da tekis edi dizayni. Xo'p, kameralar ikkalovida ham bir xil deyarli, faqat Note 14 da makro kamerasi ham bor edi. Uni Note 15 da olib tashalgan. Kameralar demak deyarli bir xil. Unaqa katta o'zgarish bo'lmagan bo'lishi kerak. Batareyasi bo'yicha ozgina yaxshiroq. Note 15 da 500 mAh qo'shilgan, ya'ni 5500 dan 6000 mAh bo'lgan batareyasi, ozgina ko'proqga yetishi kerak. Xo'p, dizayni bo'yicha aytdik. Bundan tashqari infraqizil porti bor. Note 14 da Note 15 da olib tashalgan. Yana Note 14 da fleshga qo'ysa bo'lardi, Note 15 da fleshga qo'yadigan olib tashalgan. Xo'p, asosiy bir-biridan farq qiladigan jihatlari shular. Protsessor, ya'ni ishlash tezligi bo'yicha ozgina Note 14 2% ga yaxshiroq, tezroq ishlaydi, lekin bu katta farq bermaydi. Demak, ishlash tezligi ham deyarli o'sha qolgan. Umumiy xulosamiz demak shularni aytib o'tsak bo'ladi. Agar plyus misol qo'shib dizayni yaxshiroq, chiroyliroq telefon olmoqchi bo'lsangiz, Note 15 olsangiz bo'ladi. Ya'ni ekrani tekis bo'lmaydi, ikkita cheti qayrilgan bo'ladi. Agar yo'q, pulimni tejamoqchiman desangiz, albatta Note 14 o'zini ham olsa bo'ladi. Tem bo'lib o'tdi, infraqizil porti bor, ham fleshga qo'ysa bo'ladi. Ozgina zaryadka batareyasi Note 15 da kattaroq, ko'proq hajmli batareya qo'yilganini aytmasa, kamerasi ham bir xil. Asosiy o'zgarish shu dizaynda bo'lgan deb aytishimiz mumkin. Demak, umumiy xulosalar mana shular. Men fikrlarim ham shular. Yana olishdan oldin tekshiringlar. Bu hamma ma'lumot mana shu Nano Review saytiga asoslangan holda biz ikkalovini taqqosladik. Olishdan oldin ham yana bir tekshirib olishinglar kerak albatta. Mayli, ko'rganingiz uchun rahmat. Videoni ko'rishguncha.